Shu kungacha ham biz yengillik qilishda hech qachon to'xtamaganmiz. Ko'pchilik bizga savol bilan chiqadi, qanaqa DPK mahsulotinglar bor, qanaqa ranglar, qanaqa teksturalar, assortimentinglarni bitta ko'rsatinglar deb. Shu mavzuda bitta video qilib, общий hamma narsani tushuntirib o'tmoqchimiz. Xo'p, shu oyga bo'lgan yengilliklarni bitta-bitta sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu mahsulotimizni mana teksturani ko'rishingiz mumkin. Juda ham neobычный tekstura chiqdi. Hozir ikki xil rangda, hop, nalichada bor. Bundan tashqari mana bunaqa mahsulot chiqardi. Usti shlifovanный variant, bu bez tekstura, juda ham skromniy, juda ham neobычный narsa. Hop, undan tashqari fasad uchun mo'ljallangan o'sha taroqlarimizni ko'rishingiz mumkin. Однотонный qora, однотонный seri, buni kombinatsiyadan ishlatsanglar bo'ladi. Dizaynerlar hozir buni zo'r olishyapti. Undan tashqari hamma furnituralari bor. Mana fasad ugl deysizmi? 5x5 ugullarni xohlagan ranglarda, xohlagan kolorida. Undan tashqari mana zinalarimiz ham bor. Mana 5x5 stoyka, poruchin istagan ranglarda dizaynerlarga mos qilib tushirib beramiz. Kimga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqarasizlar.